Undan keyin esa e'tikor o'tirishlik. Qaranglar, hech qaysi oyatda, hadisda e'tikorning fazilati kelmagan ekan. E'tikor o'tirsa mana bunday savob bo'ladi, hech qaysi hadis kelmagan ekan. Va lekin hadisda kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshidagi 10 kunlikda e'tikor o'tirgan. Va o'rtadagi 10 kunlikda e'tikor o'tirgan. Va ko'proq qattiq bel bog'lab, umuman masjiddan chiqmasdan oxirdagi 10 kunlikda o'tirgan. Yani ulamolar aytishadiki, agar biz bilsak, bir amalni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganligini, bu amal haqida hech qanday fazilat xabarlarda kelmadi, oyatda ham, hadisda ham, sahobalar haqida kelmadi. Bilaylikki, buni fazilati juda ham ulkanligi uchungina yashirilgan. Chunki savob ulkan narsalarni kamdan kamlargina qila olganlar, kamdan kam odamlargina qila olgan. Va aksariyat odamlar undan g'aflatda qolib qolgan. Alloh taolo hikmat boshqa ekanki, ulug' bo'lgan amallarni yashira olgan. Shuning uchun ham Laylatul Qadr, ya'ni Qadr kechasi nimaga ayon emas hammaga, nimaga ma'lum emas desa, Alloh taolo hikmatidan bu ulug'lik uchun xayrun min alfi shahr. 1000 oydan yaxshi bo'lgan kunlik uchun uni Alloh taolo yashab qo'ygan ekan. Yashab qo'ygan ekan. Inshaalloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Alloh taolo bizlardan ro'zalarni, qiyamullaylarni, ta'virlarni o'zi xohlagan holatda, o'zi sevgan holatda ixlos bilan Alloh taologa ibodat qilganlik uchunlardan qabul qilsin. Va bizlarni Alloh taolo shundaylarni qilsin-ki, mana bu Ramazonda 30 kun ro'za tutdi, 30 kun qiyamullayda turdi, Laylatul Qadrni topdi va Shavvolning 6 kuniga idrok qildi va ularni sutlardan qilib, Alloh taolo ulardan rozi bo'lganlardan, rozi bo'lib qabul qilganlardan qilishini Alloh taolodan barchamiz so'rab qolamiz. Allohu a'lam. Va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.